Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda ötən bir həftə jarayonida yüz bergan Uyğurlarga əlaqədar mühim vaqealardan məlumat berimiz. Mən Erkin. Uyğur Avtonom Raylıq dairələr 4 fevral günü umumi uqtırış çıxırıb, yazılardakı hər qandaq şəkildəki məcburiyyət əmgəkinin bütünlüy əməldən qaldırılğanlığını elan qıldı. Ondaqda Uyğur diyarında yıllardan buyan davamlaşıb kelgan yerlik Uyğur dehqonlarini holidan ketkizgan ashar seliqi rostli bekor qilindimi? Uyğur elining Xotan, Uchturban qatorliq joylardan radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyğur dehqonlari garchi asharning qisman shakldagi turlaridan qutulgan bo'lsa-mu, ammo shakli o'zgargan haqsiz emgaklarning yanada davom qilayotganligini bildirdi. Ötken hafta muhaciratga Uyg'urlar namoyish, yig'ilish, xatmi Qur'on va boshqa turli shakllardagi faoliyatlarni o'tkazib, 1997 yil yuz bergan 5 fevral G'ulji voqeasining 20 yilligini xotirladi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, jumladan bosh shtabi Germaniyadagi xatar ostidagi xalqlar tashkiloti bayonot e'lon qilib, Xitoyni Uyg'urlarning asos qonunliq haq-huquqiga kafolat qilishga chaqirdi. Mazkur bayonotda 5 fevral vaqasida 100 dan ortiq namoyishchining o'ldirilganligi qayd qilingan bo'lsa-mu, ammo ba'zi guvohchilar haqiqiy sonning buningdan ko'p ortiq ekanligini eskartmoqda. Chinchuangoning Uyg'ur diyorida yo'lga qo'ygan atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati xalqarodagi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan edi. Egallanishicha, Xitoy hukumat taratqullari bu yillik Chag'on bayrami mezgilida Uyg'ur diyoridagi yerlik millatlar bilan Xitoylarning to'ylashishidan barpo qilingan shalg'ut oilalarni kuchab tashviq qilgan. Chet ellardagi kuzatuvchilar bilan Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqtda inkos qaytirib, doiralarning bu xil siyosiy tashviqotining maqsadi va uning og'ir oqibatini qattiq tanqid qildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Uyg'ur diyorida uzun yillardan buyon elib berayotgan yuqori besimliq siyosati soqchilarning charchab o'lish hodisalari bilan birga yana ularning xizmatdan istifa berish ahvollarini ko'paytgan. Xitoy davlatlik ishki bexatarlik idorasining 2008 yili xizmatidan istifa bergan bir nafar Uyg'ur soqchisi radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'z ta'sirotlarini bayon qildi. Navbat chet eldagi bir universitet tarix fanlari bo'yicha doktorlik unvoni bilan o'qiyotgan bu sobiq soqchi xodimi istifadan keyin oshxonada qochiydim. Tog'da mol vaqtim, lekin asli pushaymon qilmadim deb ko'rsatdi. Marhum yozuvchi Zo'rdin Sabir 1987 yilning oxirlari va 1988 yilning boshlarigacha bo'lgan jarayonda sobiq G'arbiy Germaniyada ilmiy ziyorati bo'lish fursatiga erishgan edi. Zo'rdin Sabirning vatanga qaytgandan keyin e'lon qilgan Yevropaga safar nomli adabiy xotirasi marhumning hayotidagi ashu unutilg'usiz safarning yodnomasi bo'lib qolgan. Oradan 29 yil o'tgan bugungi kunda chet ellardagi hayot shohidlar yozuvchi Zo'rdin Sabirning Germaniya ziyorati haqida o'z davrida o'qirmanlarga aytolmagan hikoyalarini anglatdi. G'arbiy rayonlardagi ko'mir zapasini gazga aylantirib, sharqdagi o'lkalarning yiqilg'u ehtiyojini qamdash Xitoyda 2014 yili o'tirg'a qo'yilgan zo'r qurilish turlarining biri. Xitoy hukumati bu plan bo'yicha g'arbiy qismdagi rayonlarda mazkur zavoddan 50 ni qurishni planga kirgizganligi ma'lum. Uyg'ur elining G'ulji noyasidagi ko'mir gaz zavodi ana shu qurilish turlarining biri bo'lib hisoblanadi. Nyu-York vaqti gazeti 7 fevral kuni maqola e'lon qilib, bu qurilishning rayondagi havo klimatiga og'ir bulg'inish olib kelganligini ogohlantirdi. Bu ahvol yaqindan beri Uyg'ur mutaxassislarini andishaga solayotganligi ma'lum. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Xayr xo'sh, kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar.